Hammaga assalomu alaykum. Demak, bugun biologik molekulalar mavzusi bilan tanishib chiqamiz. 201-bo'lim. Xo'p, bugun sizlar bilan demak, qaytaruvchi shakar, kraxmal, lipid va oqsillarni aniqlash. Qaytaruvchi shakar uchun Benedikt testi, kraxmal uchun yod testi, lipid va oqsillar uchun testlar. Va bundan tashqari qaytaruvchi shakar eritmasida yarim miqdoriy, ya'ni Benedikt testini o'tkazdirishdagi ahamiyatini, yarim miqdoriy o'tkazdirishni ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak ketdik. Qaytaruvchi shakar bu o'zi nima? Qaytaruvchi shakarga nimalar kiradi va uni qanday qilib aniqlashimiz mumkin? Shular haqida gaplashib o'tsak va buni qisqacha keyin ahamiyati haqida ham to'xtalib o'tamiz. Xo'p, qaytaruvchi shakar bu monosaxaridlar hisoblanadi va mana shu chet el manbalarida mana shunday nom olishiga, ya'ni qaytaruvchi shakar deb nom olishiga sabab buni aniqlash uchun biz Benedikt deb nomlanadigan eritmamiz bor, reagentimiz bor. Mana shuni qo'shganimizda qaytarilish jarayoni kechadi va shakar cho'kmaga tushadi. Shu sababli qaytarish reaksiyasi bo'lganligi sababli qaytaruvchi shakar deb nom olgan. Bu nomni olishiga sabab qaytarilish reaksiyasi kechishi. Vakillari demak monosaxaridlar, glyukoza, fruktoza, baza, disaxaridlar. Ya'ni bularga maltoza va laktozani olishimiz mumkin. Istisno tarzda saxaroza mavjud va saxaroza qaytarilmaydigan shakar hisoblanadi. Ya'ni unga deylik bizga bitta dona eritma berildi. Eritmamizni tarkibida saxaroza mavjud. Biz aytib o'tdimki, Benedikt deb nomlanadigan eritmamiz bor, ya'ni reagentimiz bor. Mana shuni qo'shganimizda mana bu glyukoza, fruktoza yoki maltoza yoki laktoza aniqlanadi. Bor yoki yo'qligini bilishimiz mumkin. Agar lekin saxaroza bo'lsa, buni bilmaymiz. Ya'ni bu istisno. Aniqlab bo'lmaydi. Mana shu Benedikt eritmasini yoki reagentini to'g'ridan-to'g'ri qo'shish orqali. Xo'p, endi kelingda mana shu jarayonni borish haqida birozgina gaplashib o'tamiz. Uning tarkibiy qismlari haqida to'xtalib o'tamiz. Benedikt testi, ya'ni prinsipi qanaqa ketadi? Bu eritma asosan ishqoriy muhitdagi misk sulfat, ya'ni mana bu misk sulfat va qo'shimcha reagentlari mavjud. Bundan tashqari mana shu eritmamizni, ya'ni reagentimizni bizga aniqlash uchun berilgan o'sha eritmamiz yoki qandaydir bir moddamizni ichiga qo'shganimizda bir nechta rang o'zgarishlarini ko'rsatadi. Mana shu rang o'zgarishlarini asosiy mohiyati bizdagi mana bu eritmamizni, ya'ni reagentimizni, mana bu Benedikt reagentimizni tarkibidagi misk sulfatni hisobiga olib boriladi. Ya'ni mana shu hisobiga rang o'zgarishlari ro'y beradi. Xo'p, o'zi Benedikt eritmasini asl rangi, ya'ni biz ko'zimiz bilan ko'radigan rangimiz to'q moviy bo'ladi, ya'ni ko'k. Xo'p, kimyoviy jarayonda mana shu boya ham yuqorida ham mana bu qismda aytib o'tdim. Moviy rangli eruvchan mis ionlari mana bu g'isht qizil rangli erimaydigan mis oksidiga aylanadi, ya'ni cho'kmaga tushadi. Mana shu holatda. Mana bu qismga tushunmasliklaring mumkin. G'isht qizil rangli bu qanaqa rang degani? Mana bu o'zimizni biladigan rangimiz deb bilsalaring bo'ladi. Mana shu g'isht qizil rang. Ya'ni pishgan g'ishtni rangi bor, qip-qizil bo'ladi. Mana shunaqa. Ya'ni to'q qizil desak ham bo'ladi o'zimizning tilda mana. Xo'p, demak tushundiki, mis ikki ionlarini hisobiga mana shu ionlar rangli erimaydigan mis oksidiga aylanadi va cho'kmaga tushadi. Shu sababli mana bu yerda rang o'zgarishlari ro'y bergan. Tushundiki demak. Xo'p, bu qism juda ham murakkab emas. Yana qo'shimcha ranglar va boshqa narsalar bilan tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Rang o'zgarishlari bor. Bu yerda mana shu eritmamizni qo'shganimizda ko'k rangi va o'zi ko'k rangli bo'ladi. Ya'ni bu o'zgarishsiz holat, bu birinchi holat. Ikkinchi holati yashil, sariq, to'q sariq
Ya'ni bu oranjiviy mana bu rangni nazarda tutilyapti. Mana. Mana bu rang. Sariq esa bu. Endi yashil bilamiz albatta. Moviy esa mana bu. Ko'rdilaringmi? To'q qizil rang esa mana bu. Mana shunday rang o'zgarishlari bor. Ya'ni yuqorida aytib o'tganim. Endi cho'kmamizni ranglari ham xuddi mana shu holatlarga o'zgarishi mumkin. Bundan tashqari e'tibor beramiz, qaytaruvchi shakarni miqdorini ranglar belgilab beradi. Deylik, agar cho'kmamizning rangi mana shu ko'k rangda bo'lsa, mana shu ko'k rangda bo'lsa, uni tarkibida monosaxarid, ya'ni qaytaruvchi shakar yo'q. Yana bir narsani eslaringizdan chiqarmanglar, men monosaxarid desam, bu qaytaruvchi shakarni nazarda tutgan bo'laman. Demak, monosaxarid teng ekan qaytaruvchi shakarga. Tushundilaringmi? Xo'p. Davom etaman endi. Demak, eritmamizning rangi ko'k rangda bo'lganda o'zgarmaydi, ya'ni o'zgarishsiz. Ya'ni uni tarkibida qaytaruvchi shakar, monosaxarid yo'q. Deylik, o'sha glukoza yoki fruktoza mavjud emas, yoki boshqa disaxaridlar ham yo'q. Lekin mavjud bo'lishi mumkin saxaroza. Chunki Benedikt testini to'g'ridan to'g'ri qo'shganimizda bu istisno holatida bor yoki yo'qligini aniqlab bo'lmasdi. To'g'rimi? Bu mavjud bo'lishi mumkin. Bu mumkin bo'lgan narsa. Bunga juda ham fokuslaring qaratib e'tibor berishlaring shart emas. Buni aniqlashning ham yo'li bor. Keyinchalik o'rgataman buni. Bundan tashqari yashil cho'kma bersa, demak, juda kam miqdorda monosaxarid mavjud. Tushundilaringmi? Endi agar sariq rangli cho'kma beradigan bo'lsa bizda, ya'ni mana bunday sariq rangli cho'kma beradigan bo'lsa, kam miqdorda bo'ladi. Tushundilaringmi demak? Sariq rangli cho'kmada kamroq. Endi e'tibor beramiz, to'q sariq rangli cho'kma. Oranjiviy bunda o'rtacha miqdorda mavjud bo'ladi. Endi qizil rangli cho'kma esa juda ham ko'p bor. Mana bu yerda internetda olingan ba'zi bir tasvirlar. Ustozlar, rasmni birozgina platformamiz mana shunday holatda ochdi. Lekin rasmini ko'rib, bemalol ranglarni ko'rib tasavvur qilishlaring mumkin buni. Qanaqa holatlarda bo'lishini. Demak, ko'ryapsiz. Yaxshi. Bu yerda esa mana shu 5 xil rang. Buni menimcha tasavvur qilib oldilaring. Endi boyaga yuqorida aytib o'tganimizdek, g'isht qizil rangli rang chiqizadi degan narsamizda ingliz tilida mana black red deb nomlanadi. E'tibor berib qo'yamiz. Yoki orange, yellow, green, blue. Yaxshi. Davom etamiz endi. Xo'p. Bir narsa, ustozlar. Mana shu ranglar o'zgarishi qanday jarayonda ro'y beradi? Endi shunga to'xtalib o'tamiz. E'tibor beramiz. Bu qismda sizlarga eritma berildi. Deylik, probelkada eritma berildi. Probelkada eritma. Bu rangsiz eritma, qandaydir bir ichida rangsiz eritma bor. Va sizlar so'ralyapti. Shuni tarkibida monosaxarid bormi yoki yo'qmi, shuni aniqlab ber deb so'rasa, sizlar demak Benedikt deb nomlanuvchi eritmadan foydalanasizlar. Benedikt. Benedikt deb nomlanuvchi eritmadan foydalanasizlar. Va mana shu eritmamizni qo'shamiz. Qo'shganimizdan so'ng qilinadigan ba'zi bir jarayonlar mavjud. Bu jarayonlar qanaqa? Qo'shganimizdan keyin bu eritmamizni rangi bor. Ya'ni ko'k rangli bo'ladi. Buni bilasizlar. Xo'p, bu ikkinchi qism. Rangni eritmaga reagentimizni qo'shganimizdan so'ng qizdirish jarayonini olib borishimiz kerak va mana shu qizdirish jarayoni suv hammomida olib boriladi va 5 daqiqa davomida. Suv hammomi deganda deylik, o'zini apparati bor. Ya'ni ana shu suv bug'lar yordamida qizdirish bo'lish kerak. Mana shu joyda olib borilishi shart buni. Probelka mana shuni ichida turishi kerak.
suv hammomini ichida 75 gradus davomida Benedikt eritmasidan qo'shib ozgina tomizib rang o'zgarishlarini kuzatishimiz mumkin. Bu narsa 5 daqiqa vaqt oladi ustozlar, eslaringizdan chiqazmasin. Ya'ni 5 daqiqa davomida kuzatishimiz zarur bo'ladi. Xo'p. Endi deylik bizga miqdorlarini aniqlab ber desa, ranglar o'zgarishiga qarab miqdorlarini bilasizlar. Buni aynan necha milligram yoki boshqa narsalarini bilish qiyin. Juda kamroq miqdorda, kam yoki o'rtacha yoki juda ko'p deb aniqlab berishlaring mumkin. Xo'p, davom etamiz endi. Bu narsani, ya'ni mana shu jarayonni bundan keyingi jarayonda yana batafsilroq tushunib olasizlar. E'tibor berib tursalaring. Qaytarilmaydigan shakar. Bu non-reducing sugar, ya'ni boya istisno holatida aytgandek saxaroza. Mana shu saxaroza non-reducing sugar, ya'ni yoki qaytarilmaydigan shakar. Xo'p, buni qanday qilib aniqlaymiz? Bu ham quyidagicha jarayondan olib boriladi ustozlar mana. Rasmdan tasavvur qilib bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Avval buni qanday olib borilishidan og'zaki aytib bersam. Birinchi bo'lib bizda gidroliz jarayoni olib boriladi. Gidroliz. Sizlarga mana shunday probelkada berildi eritma, mana rangsiz eritma. Buni gidroliz qilasizlar. Gidroliz bizga nimaga kerak? Saxaroza bu nimadan tashkil topgan? Ikkita monosaxariddan tashkil topgan. Gidroliz esa mana shuni alohida monosaxaridlarga ajratib beradi. Mana shu gidroliz jarayoni. Tushundilaringmi? Xo'p. Endi monosaxaridni aniqlash uchun qanaqa reagentimiz bor edi? Bizda mana shu monosaxaridlarimizni aniqlash uchun Benedikt deb nomlanadigan reagentimiz bor edi va uning rangi ko'k rang edi. To'g'rimi? Ko'k rangli edi. Ana shu eritmamizdan mana shu monosaxaridlarni endi aniqlasak, uni, ya'ni mana bu eritmamizning tarkibida saxaroza bor yoki yo'qligini bilib olsak bo'ladi. Faqat buning uchun birozgina yana mana shu reagentimizni qo'shishimiz uchun birozgina qilinadigan jarayon va ishlarimiz bor. Ya'ni qanday? Bunga e'tibor berib turamiz. Biz gidroliz qildik. Gidroliz qilishda nimadan foydalanamiz? Gidroliz qilishda so'zlar yaxshilab e'tibor berasizlar. Suyultirilgan kislotalardan foydalaniladi. Suyultirilgan kislotalarga mana rasmimizda misol tariqasida vodorod xlorid. Ya'ni bu yerda birozgina noto'g'ri yozilgan ustozlar, ya'ni vodorod xlorid. Mana suyultirilgan vodorod xlorid eritmasidan, ya'ni kislotasidan foydalaniladi. Mana bu qismga e'tibor berasizlar, yuqoriga pipetkada qo'shilyapti. Mana vodorod xlorid rangsiz eritmaga qo'shilyapti mana pipetka yordamida. Ko'rdingmi? Sekin-astalik bilan. Endi mana tagida suv hammomi. Aynan suv hammomi emas bu, mana shu stakanning ichidagi suv qizdirilgan, ya'ni qaynab turgan suv. Bundan par chiqib, mana buni qizdirib beradi. Lekin jarayon aynan bu holatda olib borilmaydi. Bu sun'iy intellekt yordamida yaratilgan rasm. Bunga e'tibor bermaysizlar. Suv hammomining o'zini aynan maxsus apparati bor. Keyingi rasmlarga qo'yganman buni slaydlarda. Ko'rasizlar buni. Xo'p, aynan bunday tasavvur qilishlaring noto'g'ri, lekin mana shunday qilib olib borilsa ham bo'ladi. Xo'p. Endi nima qildik? Bizda saxaroza aniqlash uchun eritma berilgan, eritmamizni gidroliz qilishimiz kerak. Gidroliz qilishimiz uchun suyultirilgan kislotalardan foydalanilar ekan. Bularga misol qilib mana vodorod xlorid berilgan. Vodorod xloridni mana pipetka yordamida tomizib qo'shilyapti eritmaga va qizdirish jarayoni ham olib borilyapti. Mana bu yerda mana bunday bir shtativga joylashtirib olingan. Deylik, sizlar laboratoriyada mana shu narsani ko'rsatib beryapsizlar deylik. Bu narsa tushib qolsa, vodorod xloridni suyultirilgan kislotasini topa olmasalaring, sulfat kislotadan ham foydalanishlaring mumkin. Faqat suyultirilgan.
Agar bu bo'lmasa, nitrat kislotadan ham foydalanishlaring mumkin. Faqat bir narsani eslaringdan chiqazmanglar ustozlar. Suyultirilgan nitrat kislotadan foydalanish maslahat berilmaydi. Imkonsiz bo'lgan holatlarda qilishimiz mumkin bo'ladi. Chunki buni xavflilik darajasi yuqori. Buniki esa o'rta darajada, vodorod xlorid esa xavflilik darajasi mavjud emas. U ham xavfli albatta kislota. Ehtiyot choralariga qarashlaring kerak, lekin juda ham bir nitrat kislota yoki sulfat kislota darajasida emas. Xo'p, demak, kislotalardan foydalanamiz gidroliz jarayonida. Gidroliz jarayoni bizga ikkita monosakkaridni ajratish uchun yordam beradi. Demak, biz monosakkaridlarga ajratib oldik. Mana shu qismlarda, mana gidrolizlanish jarayonida. Endi keyingi qism nima bo'ladi? Keyingi qism neytrallash jarayoni. Neytrallash jarayoni bizga nimaga kerak? Chunki biz Benedikt testini o'tkazdirishimiz uchun Benedikt testi asosan ishqoriy va neytral bo'lgan muhitlarni aniqlaydi. Muhitlarda sizlarga foyda keltiradi, aniq natija beradi. Bizda mana bu qismda monosakkaridlarga ajratishimiz uchun ularga kislota qo'shdik. To'g'rimi? Hozirgi mana bu eritmamiz kislotali. Tushunyapsizlar? Muhiti kislotali. Biz uni nima qilishimiz kerak? Pastda mana bu qismda ishqoriy yoki neytral qilib olishimiz kerak bo'ladi. Tushundilaringmi? Endi mana bu kislotali bo'lgan qism uchun teskari bo'lgan muhit qaysi? Albatta ishqor. To'g'rimi? Kislotali jarayonni ishqoriy qilishimiz uchun yoki neytral qilishimiz uchun albatta unga kislotaga aks ta'sir ko'rsatuvchi ishqor qo'shamiz. Tushunyapsizlar? Xo'p. Endi mana bu qismga e'tibor bersalaring, ishqorlarimiz berilgan. Deylik, sizlar biladigan soda. Natriy gidrokarbonat. Sodani bilasizlar? Mana shu. Yoki natriy gidroksid, kaliy gidroksid, natriy karbonat. Mana shulardan birortasini qo'shishimiz mumkin. Tushundilaringmi? Neytrallash jarayoni uchun. Demak, bu ikkinchi qism. Endi bir narsaga e'tibor berishimiz kerak, faqat kislotali qismdan neytral yoki ishqoriy bo'lganligini aniq bilishimiz kerak, ustozlar. Tushundilaringmi shu qismga? Xo'p, neytral yoki ishqoriy bo'lishini esa lakmus orqali aniqlasak bo'ladi. Lakmusda rang o'zgarishini beradi. Deylik, sizlar aniqlayapsizlar. Lakmusni mana shunday joyga bunday qo'yib olasizlarda, pipetga yordamida mana buni ichidan namuna olib, mana bunday pipetka yordamida endi mana buni bir qismiga tomizdirib ko'rasizlar. Rang o'zgarishi ro'y beradi. Kislotalida qanaqa rang bo'ladi, ishqoriyda qanaqa rang bo'ladi, buni bilasizlar menimcha. Mana shuni ko'rasizlarda, ko'rganlaringdan so'ng xulosaga kelasizlar. Kislotali bo'lsa, yana unga ishqor qo'shamiz. Agar ishqoriy muhit bo'ladigan bo'lsa, ishqoriy chiqsa to'xtatishimiz mumkin. Bundan tashqari yana bir bilishimizga osonroq bo'ladigan narsa bor. Ya'ni agar biz neytrallash jarayonida sodadan foydalansak, mana bunday ko'rinish kechadi, mana. Ya'ni mana bu eritmamiz mana bu qismda mana o'tda jarayonda va natriy gidrokarbonatni qo'shdik. Natriy gidrokarbonatni qo'shganimizda mana shunday ko'pik hosil bo'ladi va bu ko'pik esa karbonat angidrid gazi. Tushunyapsizlar? Mana shu karbonat angidrid gazi chiqib ketgandan so'ng mana bu eritma ishqoriy bo'ladi yoki neytral bo'ladi. Tushundingmi? Demak, ko'piklanish jarayoni to'xtaydi va undan so'ng eritmamiz ishqoriy yoki neytral bo'lgan
holatiga keladi. Tushundingmi endi? Xo'p, endi Benedikt testini o'tkazdirishimiz mumkin. Eritmamizga mana bu Benedikt testini ko'k rangli o'sha suyuqlikni reagentni qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Qo'shib, mana qizdirilgandan keyin rang o'zgarishi ro'y berdi. Demak, buni tarkibida monosaxarid aniqlandi. Benedikt testi ham monosaxaridni aniqlardi. Lekin bu monosaxarid aynan saxaroza ekanligini qanday bilyapmiz? Chunki mana bu jarayonlardan o'tib kelyapti, ustozlar, e'tibor beringlar. Biz bu disaxaridida kislota yordamida parchalab oldik, monosaxaridlarga aylantirib oldik. Demak, parchalab bu monosaxaridlar kislotali, ya'ni mana belgilab qo'ying. Kislotali muhitda turgan edi. Biz uni ishqoriy muhitga olib o'tdik. Ishqoriy muhitda esa endi mana bu yerdan Benedikt reagentini qo'shdik. Endi bu yerda monosaxarid-ku ular. Monosaxaridni esa Benedikt reagenti aniqlar edi, to'g'rimi? Mana shu aniqlanishida rang o'zgarishi bor edi va mana bu yerda rang o'zgarishi ro'y berdi. Demak, mana bu bizga berilgan dastlabki eritmamizning tarkibida disaxarid bor, mavjud. Tushundingmi? Faqat ustozlar, Benedikt testini o'tkazdirish jarayonini yana bir bora qaytarib tushuntirib beraman. Bizga noma'lum eritma, mana dumaloqqa olib qo'yapman. Eritma berildi. Nimadadir. Xohlasa mana bunaqa chashkada beradi. Xohlasa mana bunday probelkada, xohlasa mana bu orqadagi idishda. Qanaqadir qismda aksariyat holatda mana shunday rangsiz eritma beradi. Berdi deylik, mana u taqdim etdi. Va uni tarkibida monosaxarid mavjudligini, ya'ni mana bu monosaxarid mavjudligini aniqlang degan narsani so'radi. Biz nima qilamiz? Bizda eritmamiz bor, ya'ni reagentimiz bor. Benedikt reagenti bor. Bu aynan shunday nomlanishiga sabab, Benedikt degan olim tomonidan ishlab chiqilgan bu reagent shu sababli. Benedikt deb nomlanadigan reagentimiz bor. Endi mana shu reagent qo'shiladi buni tarkibiga. Endi qo'shishni ham o'ziga yarasha qonun qoidasi bor ekan. Qanday? Bu reagentni qo'shishimizdan avval mana shu nimamizni qizdirib olishimiz kerak. Suv hammomida birozgina qizdirib olishimiz kerak. Pastiga qizdirish. Va qizdirib olganimizdan so'ng nima qilamiz? Mana bunday pipetka yordamida sekin-astalik bilan reagentni qo'shishimiz mumkin. Qo'shganimizdan so'ng qancha davr davomida davom etadi? 5 daqiqa davomida. 5 daqiqa davomini oladi. 5 daqiqada rang o'zgarishlarini 5 xildan bittasi ko'rinishi mumkin bo'ladi shunda. 5 xil rang o'zgarishlaridan bittasi chiqishi mumkin. Xo'p deylik, qaysidir biri chiqadi. Miqdorini so'rasa kam, juda kam, o'rtacha yoki ko'p deb bemalol belgilab olamiz buni, to'g'rimi? Xo'p, yaxshi, bu narsaga e'tibor bermaymiz endi. Menimcha bu narsa sizlarga yod bo'ldi. 5 daqiqa davomida vaqt olishi, qizdirilish jarayoni bilsalaring bo'ldi. Endi saxarozni aniqlash uchun yuqoridagi qism, ya'ni qanaqa? Saxarozni aniqlashimiz uchun gidroliz qilishimiz kerak. Gidrolizga suyultirilgan kislotalar ishlatiladi, vodorod, xlorid, vodorod xlorid yoki sulfat kislota yoki nitrat kislota. Undan so'ng kislotali jarayonni neytrallashimiz kerak, chunki mana bu Benedikt testi ishqoriy yoki neytral muhitda olib boriladi. Kislotali muhitga teskari bo'lgan jarayon esa ishqor. Shuning uchun ishqor qo'shdik. Ishqorlarga nimalarni misol qilib keltirdik? Natriy gidrokarbonat, natriy gidroksid, kaliy gidroksid, natriy karbonat. Demak, uni neytral bo'lganini qanday bildik? Lakmus orqali pipetkadan mana shu oldingda, mana
rasm turibdi. Pipetka hamma biladi, tasavvur qila oladi. Mana shu pipetkamizda mana bu namunamizdan oldikda mana bu yerga tomizdirib ko'rdik. Kislotali bo'lsa, yana unga jicha mana bu eritmamizga yana ishqor qo'shib birozgina kutamiz. Kutganimizdan so'ng yana mana bundan namunadan olib mana buni boshqa bir joydagi qismiga tomizdirib ko'ramiz. Xohlasalar lakmus qog'ozni buni ichiga tashlasalar bunday yopishtirib o'sha suvdan mana bu namunasidan tekizdirib ko'rsalaring bo'ladi. Lekin lakmusni ko'p ishlatishlaringga to'g'ri keladi. Shu sababli mana bunday bir chiroyli sharoitda qilsalaring, menimcha sizlarga ko'proq ball beriladi. Aynan qilinish tartibi, mana shunday narsalarga ham e'tibor beriladi. O'sha ball berilishda, laboratoriya qismida. Shuning uchun aynan bu narsalarni ham aytib o'tib ketyapman. Xo'p, menimcha bu qismga tushundilaring. Demak, neytral bo'lgandan so'ng Benedict testdan qanday o'tkazdirsak, buni ham xuddi shunday o'tkazdiramiz. Endi Benedict reagentidan qo'shib qizdirish jarayoni olib boramiz. Faqat bittadona narsa, buni ochiq olovda olib borsalaring ham bo'ladi. Mana bunday sharoitda olib borsalaring ham bo'ladi. Chunki baribir rang o'zgarishi ro'y beradi. Aynan saxaroza mavjudligini rang o'zgarishidan bilsak bo'ladi. Uni qanchadir bir miqdorini so'rashi, ya'ni miqdorini so'ray olmaydi. Unda bir turli xil rang o'zgarishlari mavjud emas. Shunchaki rang o'zgardi, bo'ldi, saxaroza bor. Endi bu yerda qonun qoidasiga muvofiq olib borsalaring, bu yerda qancha darajada yoki qancha miqdorda borligini ayta olishlaring mumkin bo'ladi. Tushundingmi demak? Yaxshi. Xo'p, endi keyingi qismga o'tamiz. Keyingi qism kraxmalni aniqlash. Kraxmalni aniqlash uchun bilasizlar, bu juda ham sodda qism. Yod eritmasidan, ya'ni iodine solution, ya'ni yod eritmasidan foydalaniladi. Yodning rangini bilasizlar? Mana to'q sariq rangli. Jarayonda o'sha tekshirilayotgan qismga yod tomiziladi. Agar o'sha mana bu bizga berilgan namunada yod kraxmal mavjud bo'lsa, rang o'zgarishi ro'y beradi. To'q, ko'k, qora ranglarni keltirib chiqarishi mumkin. Buni menimcha mana ko'rdilaring tajribada. Ustozda yana bir narsa, mana bu yer to'g'rog'i. Mana shu qismdagi hamma qo'yilgan rasmlar hammasi sun'iy intellekt yordamida qilingan, internetdan olingan. Ya'ni mana bunday bir yozuvlari xato yozilgan bo'lishi mumkin. Aynan bu qismlarga e'tibor bermanglar. Shuni tushunib olsalaring bo'ldi. Qanday kuzatilishlar olib borilgan, tasavvur qila olishlaring uchun bu narsalar qilingan. Xo'p ustozlar, demak, lipidni aniqlash jarayonimiz qanday kechadi? Lipidni aniqlash uchun bizga reagent sifatida etanolni olinadi. Ya'ni etanol bu lipidni aniqlashimiz uchun kerakli bo'ladi. Chunki etanolda lipid eriydi. Va erigandan so'ng hech qanday rang o'zgarishi ro'y bermaydi. Mana shunday rangsiz eritmamiz turaveradi bizga. Deylik, sizga mana shu namuna berildi va etanol qo'shsangiz hech qanaqa o'zgarish ro'y bermaydi. Faqatgina etanol bilasizlar spirt va u yog'ni eritib yuboradi. Aniq natija va kuzatilishni olishimiz uchun bizga yana toza suv ham kerak bo'ladi. Mana bunday probilkadagi toza suvga, mana bu eritmamizni quysak, mana shunday oq rangli kuzatish natijasini olamiz. Ya'ni emotsiyani. Tushundilaringmi? Namuna avval etanolda eritiladi, so'ngra hosil bo'lgan shaffof eritma suvga quyiladi. Agar namunada lipid bo'lsa, suvda sutsimon oqish emotsiya, milky white emotion hosil bo'ladi. Mana ustozlar, mana shu. Yog' bo'lsa mana shunday emotsiyalanish, ya'ni kuzatilish natijasi olinadi. Birozgina suvni rangi mana shunday rangga kiradi. Deylik, aynan mana shunaqa to'q bir oq emotsiyani hosil qilmasa ham, mana shunday emotsiyani hosil qilmasa ham, mana bu tiniq bo'lgan rang o'zgaradi. Lipid bo'lsa. Tushundingmi demak? Juda ham yaxshi. Endi keyingisiga o'taman. Oqsilni aniqlash. Oqsilni aniqlashda biz Benedict reagentiga o'xshagan burette solution, ya'ni burette reagentidan foydalanamiz. Uni tarkibiy qismi Benedict reagentiga o'xshash bo'lib, bunda ham mis 2 sulfati bor
va rang o'zgarishi orqali oqsil bor yoki yo'qligini bilishimiz mumkin. Rangi ham Benedik reagentiga o'xshab mana shunday moviy rangda va tarkibida bundan tashqari ishqorlar mavjud bo'ladi. Natriy gidroksid, kaliy gidroksid kabi ishqorlar. Byuret deb nom olishiga sabab aynan Byuret degan olim tomonidan shu aniqlangan. Shu sababli shu insonning ismi qo'yilgan. Xo'p, endi jarayon haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, namunaga reagent qo'shiladi. Bizga shaffof eritma berilgan va shaffof eritmaga mana bu namuna qo'shildi deylik va qo'shilgandan so'ng agar oqsil mavjud bo'lsa, mana bunday binafsha rangga kirib qoladi namunamiz. Va bunda binafsha rang yoki siyoh rang desak bo'ladi. Violet, mana bu qismda e'tibor beringlar, yoki purple deb nomlanadi ingliz tilida va oqsil borligini anglatadi. Mana shu eritmamizda. Tushundilaringmi ustozlar? Bundan tashqari Benedik reagentiga o'xshab bunda qizdirish jarayoni olib borilmaydi. Bu shart emas va talab ham qilinmaydi. Lekin Benedik reagentida qizdirish albatta kerak. Qizdirish bo'lmasa, natija kuzatilishi bo'lmaydi, ya'ni noto'g'ri bo'ladi. Endi keyingi qismga o'tamiz. Bu sizlarga aytib o'tgan, yuqorida aytib o'tgan qismim, ya'ni suv hammomi. Suv hammomida olib boriladi Benedik reagenti o'sha qizdirilishi deyilganda, mana shu suv hammomini ko'rinishi sizlarda laboratoriyada bo'ladi bu. Aynan shunaqa bo'lmasa ham boshqa tuzilishli suv hammomlari bor. Buni shu YouTube'dan yoki Google'dan bir qidirtirib, boshqa yana bir rasmlarini ko'rib olasizlar. Xo'p, endi kelinglar, bu nima uchun kerak va bundan keyingi qismlarga to'xtalib o'tamiz. Benedik reagentini mana shu olib borilishi uchun kerak bo'ladi suv hammomi. Buni bildilaring yuqoridan va 75 gradusda olib boriladi asosan va 2 yoki 5 daqiqa davomida dedim. Buni ham tushundilaring va mana bu yerda gradusni o'lchash uchun bizga termometr ko'rsatib qo'ygan. Mana bemalol ko'rishlaring mumkin. Haroratni bemalol ko'rib turasizlar. Va bir narsani eslaringizdan chiqarmanglar, aynan bir 75 gradus emas, 70 va 80 gradusni o'rtasida boradi reaksiya. Tushunyapsizlar? Plus minus 5 gradus u yog'i bu yog'i. Mana shuni kuzatib, aniq bir ko'rib turishlaring kerak bo'ladi. Endi yarim miqdoriy Benedik reagenti testini o'tkazdirishni gaplashib o'tamiz. Buni gaplashib o'tishimizni ya'ni asosiy mohiyati u reagentda ishlatilishi orqali biz qancha miqdorda monosakkarid bor yoki yo'qligini bilib olsak bo'ladi. Xo'p, bunda e'tibor beriladigan qismlar bor ustozlar. E'tibor beriladigan qismlar juda ham ko'p. Hammasida bir xil o'lchanishlar va natijalar olinishi kerak bo'ladi. Ya'ni deylik sizga ikkita donagina namuna berilgan. Ya'ni ikkita eritma berildi, noma'lum probilkada, mana bunday probilkada deylik. Ikkita noma'lum eritma berildi. Mana shunday ikkita noma'lum probilkada eritma berilsa, aynan rangi bunaqa emas, moviy deylik, mana bunaqa, to'g'rirog'i rangsiz. Buni alohida probilkalarga bo'lib olib, tekshirishda olib borishimiz kerak bo'ladi. Alohida probilka, tasavvur qilinglar, mana bu qismga chizaman. Mana ikkita probilka va ikkita probilkani alohida probilkalarga bir xil miqdorlarda qilib ajratib olishimiz kerak bo'ladi ustozlar. E'tibor beringlar. Aynan 6 ta emas, kelinglar shuni 4 tadan qilaylik-da, 4 ta qilaylik. Ikkitadan probilkaga ajratib oldilaring har bitta eritma. Sizlardan so'raladigan narsa nima bo'lishi mumkin? Mana shu. Ikkita namuna tarkibidagi qaysi birining tarkibida qaytaruvchi shakar ko'p, ya'ni monosakkarid ko'p, shuni aniqlab bering deb so'ralishi mumkin. Mana shuni so'ralganda yarim miqdoriy Benedik testini o'tkazdirasiz. Nega aynan yarim miqdoriy? Chunki mana shuni yarim deb nom olishiga sabab uni asosiy, ya'ni aniq bir tarkibiy qismlari aniqlolmaysiz. Deylik, o'sha glyukoza shakar mavjud bo'lsa, qancha gram yoki milligramda borligi yoki millilitrda borligini aniqlay olmaysiz. Aniq miqdorda. Faqatgina kam, juda kam, o'rtacha ko'p yoki mavjud emas degan natijalar olasiz.
Tushunyapsiz? Shu sababli yarim miqdoriy deb aytilgan. Xo'p, endi kelinglar kuzatish natijalarini olib olamiz birgalikda. Deylik, 4 ta probelkaga bo'lib olganmiz. Hozir bir daqiqa. Mana 4 ta probelka. Har bitta probelkani alohida ajratib olinglar. Adashib ketmasliklaring uchun, deylik, laboratoriyada bajarayotgan bo'lsalaring. Xo'p, endi Benedikt reagentida qanday qilib o'sha reagentni qo'shib, qizdirib, jarayonlar olib borsak, xuddi mana shunday jarayonlar olib boramiz. Faqatgina e'tibor beradigan qismlarimiz bor. Mana bu probelkalarga namunamizni namunamizdan quyayotganimizda bir xil miqdorlarda bo'lishi kerak. Tushunyapsizlar? Bir xil miqdorlarda, deylik, o'sha ko'rinishiga qarab aniqlaysizlarmi? Deylik, ozgina quydim, bunisiga ham mana shu teng miqdorda quyishim kerak deb. Mana shu narsaga e'tibor beringlar. Bir xil miqdorda quyilishi shart. Bu asosiy sharti. Chunki bittasida ko'proq bo'lsa, mana bittasida ko'proq, bittasida kamroq bo'lsa, bunda natijani rangi mana bu qizil rangni berib qolishi mumkin. Chunki mana bu namunani miqdori ko'pligi sababli shakar ko'p degan natijani berib qolishi mumkin. Lekin aniq miqdor esa boshqacha kuzatish natijasida chiqadi. Tushunyapsizlar? Shu sababli bir xil miqdorda quyilishi shart. Bir xil miqdorda. Tushundilaringmi buni? Mana. Xo'p, bundan tashqari bizda reagentimiz bor. Reagentimizni mana ko'k rangni belgilayman men. Deylik, mana ko'k rangni belgiladim. Endi buni quysak, har bittasiga quyib chiqamiz. Buni ham teng miqdorda quyishlaring kerak. Reagent ham har biriga teng miqdorda quyasizlar. Tushundilaringmi? Har bittasiga. Chunki cheklovchi omil reagent bo'lmasligi kerak. Deylik, mana bitta probelka va uni ichida mana shuncha namuna quygansiz. Nargi probelkada ham xuddi shuncha namuna bor. Agar bunisiga reagent quyudingiz kam. Bunisida bunday belgilamaydi. Kamroq. Bunisida esa mana strelka bilan ifodalayapman, ko'proq quyudingiz. Mana bu kam quyganingiz. Mana bu yerdagi namunani deylik, mana shuncha qismi bilan, ozgina qismi bilan reaksiyaga kirishib, mana bu kam quygan reagentingiz hammasi sarflanib ketib qolsa, to'g'ri natijani bermaydi. Bu yerda esa ko'p quygansiz, to'g'rimi? Ko'p quygansiz va mana bu namunani hammasi bilan hamma reagent reaksiyaga kirishib, aniq natijani beradi. Tushunyapsizlar? Shu sababli hammasiga bir xil miqdorda va asosan mana bu namunaga nisbatan teng hajmda yoki undan ko'proq quyishlaring ham bo'ladi. Faqat har bitta namunaga mana bu reagent bir xil miqdorda quyilishi shart. Va bu reagentlarni ham mana bu namunalardan quyilgan qismi teng bo'lishi shart. Tushunyapsizlar? Shunda aniq natija olishlaring mumkin. Va bundan tashqari ularni qizdirish jarayoni bor. Qizdirish jarayoni qancha edi? 5 daqiqa, to'g'rimi? Mana shu 5 daqiqa ham hammasida bir xil bo'lishi kerak. Aniq 5 daqiqa vaqt davomida qizdirish kerak. Deylik, yoki 4 daqiqa. 2 daqiqadan 5 daqiqagacha qizdirsalaring bo'ladi. Agar bulardan o'tib ketib qolsa, rang kuzatishlari noto'g'ri bo'ladi. Va bundan tashqari e'tibor beringlar ustozlar. Deylik, mana bu birinchi probelkada kuzatishda olib boryapsizlar. 3 daqiqa qildilaring. 3 daqiqa. Ikkinchisini esa 3 daqiqa emas, 4 daqiqa qilsalaring. Deylik, mana bu namunanikini, deylik, bu ikkala namuna bir xil. Mana bu namunanikini olib 4 daqiqa qizdirdingiz deylik. 4 daqiqa qizdirganingiz hisobiga
rang to'q qizil rang chiqib qolishi mumkin. Tushunyapsizmi? Ko'p vaqt qizdirilsa rang noto'g'ri chiqadi. Bir xil vaqtda qizdirilsa, shunga qarab ko'p yoki kamligini bilishingiz mumkin. Deylik, mana birinchi namunamizda shakar miqdori ko'proq. Hozir mana birinchi namunamizda shakar miqdori ko'proq deylik. Mana bu birinchi reagentni rangini o'zgarishiga ko'p vaqt ketmaydi. Mana bu reagentimizda shakar miqdori kam bo'lsa, ko'p vaqt ketadi. Ikkalasini ham teng vaqtda olib borsangiz, shunda bunda kamroq, bunda ko'proq ekanligini bilasiz. Deylik, mana bunda shakar ko'pligi uchun 3 minutda aniq bir rangga kirib bo'ldi. Deylik, qip-qizil rangga kirib bo'ldi. Demak, bunda shakar ko'p ekan. O'zi 3 minut qizdirdim, reagentni ko'p qo'shdim, namunalarning hajmi bir xil. Demak, bunda rostdan ham shakar ko'p degan xulosani oldingiz. Endi mana bu reagentni oldingizda, o'sha namunani oldingizda reagentni qo'shib qizdirdingiz. Qizdirganingizda 3 daqiqa emas, 5 daqiqada yoki 7 yoki 6 taxminiy 3 daqiqadan ko'p bo'lgan taxminiy qanchadir vaqtda qizil rangga kirdi. Demak, qanday natija olamiz? Qanday xulosa olamiz? Demak, bunda shakar kam. Chunki bu birpasda qizil rangga kirib qoldi. Bunda shakar ko'pligi hisobli. Bunda shakar kamligi uchun bu mana bu rangga kirmayapti deysiz. Agar endi buni bitta donadan olib borsak, qaysidir holatda adashgan bo'lishimiz mumkin. Shu sababli ikkitadan mana namunaga ajratganmiz har bittasini. Buni ham ikkinchi namunasini ham xuddi shunaqa sinab ko'rasiz. Buni ham ikkinchi namunasini xuddi shunaqa sinab ko'rasiz. Agar hammasida mana shunday bir xil narsa bo'lsa, holat kuzatilsa, siz qilgan natija esa o'sha tekshirib olgan bo'lasiz. Ya'ni to'g'riligi uchun o'zingiz uchun amin bo'lib olgan bo'lasiz. Tushundingizmi? Hammasiga bir xil miqdorlar, bir xil vaqtlar, bir xil o'lchanishlar ketadi. Va natija esa qaysidir birida ko'p yoki kamligini anglatib beradi. Tushundilaringmi demak? Yaxshi. Ketdik endi. E'tibor berishimiz kerakli bo'ladigan qismlar ustozlar. E'tibor berishimiz kerak. Nimalarga? Xo'p. Natijalar aralashib ketadi. Bilmasak, deylik, mana probelkani qo'yiladigan maxsus qismlar bor-ku. Deylik, boya 4 ta probelkaga ajratib oldik. O'sha probelkalarda joylashuvini o'zgartirib qo'ysak, aralashib ketadi. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Bundan tashqari probelka toza bo'lishi kerak ustozlar. Shunga ham e'tibor berasizlar. Chunki sizlardan oldin kimdir ish qilgan bo'lishi mumkin, boshqa narsa qilgan bo'lishi mumkin. Shu sababli ichida qaysidir modda qolgan yoki qolgan qutqonlari va hokazo narsalar bo'lishi mumkin. Shunga e'tibor berasizlar. Xo'p. Bundan tashqari hammasida hajm bir xil bo'lishi kerak. Bu narsani aniq ma'nocha tushuntirib o'tdim. Mana bu narsani. Hajm farqi bu noto'g'ri natijaga olib keladi, noto'g'ri solishtirishlarga. Benedik reagenti ortiqcha bo'lishi kerak. Ya'ni mana bundan ko'proq qo'shsangiz bo'ladi. Ya'ni ko'proq narsani u yerga aralashtirsangiz bo'ladi. Ko'proq qo'shishingiz. Shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bundan tashqari hamma probelkada benedik eritmasini miqdori bir xil bo'lishi shart, bir xil qo'shilishi shart. Bittasiga 5 ml, ikkinchisiga 7, ikkinchisiga 10, keyingisiga 20 qo'shish bo'lmaydi misol tariqasida. Shu sababli hammasiga bir xil qo'shishingiz kerak. Termometr idish devori yoki tubiga tegmasin va suv qaynab ketmasin deyapti. Bu mana bu qismga doir narsa. Termometrda siz gradusni qaraysiz-ku, 70-80 gradus orasida bo'lish kerak dedim-ku. Mana bu devor esa mana bu suvdan chiqadigan issiqlikdan ko'ra ko'proq issiqligi bo'ladi. Shu sababli termometr noto'g'ri narsani ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari pastdan, ya'ni eng pastidan, mana bu suv hammomini eng pastidan qizdirish beriladi. Ya'ni tubi
gradusi yuqoriroq bo'ladi, to'g'rimi? Agar termometrni tubi pastga tegib turgan bo'lsa, albatta qizib ketadi. Yoki mana bu probelkalarning tag qismi mana kiritilib qo'ygan-ku suvga. Mana shular tubiga tegib ketib qolgan bo'lsa, qizib ketadi. Ortiqcha qizdirish esa, yuqori harorat esa noto'g'ri kuzatish natijasi. Endi davom etsak yana. Xo'p. Termometr va idish devori gaplashdik bularni. Barcha probelkalarda bitta yakuniy rang tanlanadi. Ya'ni barcha probelkalarda bitta yakuniy rang tanlanishi kerak ekan. Deylik bizda 5 xil rang bor. Mana shulardan bitta dona yakuniy rang tanlanishi kerak. Deysiz siz aniq vaqtni belgilab olgansiz, 5 daqiqa deylik. To'g'rimi? 5 daqiqa deylik va 5 daqiqada birinchi probelkangizda to'q sariq rang, ya'ni mana bu rangni oldingiz. Mana shu narsani aniq tanlab olishingiz kerak bo'ladi. To'q sariq rang bu standart nuqta hisoblanadi. Qizilga o'tib ketmasin deyapti. Nega? Deylik, aynan 5 daqiqa emas, shuni kamroq vaqt qilaylik-da. Siz 3 daqiqa qilib qo'ydingiz yoki mayli 3 daqiqa o'rtacha 3 daqiqa qilib qo'ydingiz. Mana shu rangga kelib bo'ldimi, to'xtatsangiz bo'ladi. Nega? Chunki agar ortiqcha qizdirsangiz, bu 5 daqiqada ham xuddi shu rang bo'lib, keyin 6-7 daqiqalarda mana bu rangni berishni boshlaydi, qizil rangni. Chunki ortiqcha qizdirish buni rangini o'zgartirib yuboradi. Shu sababli sariq, mana bu to'q sariq bu standart nuqta. Mana bu sariq esa bu mana bu qismga yetib bormagan qism, ya'ni yetishmay qoladi. Agar o'rtacha miqdorda shakar bo'lsa ham, mana bu qismga yetib kelganda to'xtatib qo'ysangiz bo'lmaydi. Bundan o'tib ketib qolsa ham rang o'zgarishi yakuniy natija bo'lmaydi. Tushunyapsiz-a? Shu sababli deylik, siz birinchi probelkada mana bu sariq rangni belgilab olgansiz-ku aniq vaqtda. Deylik, ikkinchi probelkada, ikkinchi namunangiz probelkasida 3 daqiqa vaqtda to'q sariq rang bo'lmasa, mana bu rang, demak, bunda shakar kamroq. Yana bir marta o'sha ikkinchi namunangiz probelkasini sinaysiz, 3 daqiqa vaqt davomida mana shu rangga yetib bormasa, demak siz aniq natija olgan bo'lasiz. Tushunyapsiz-a bu narsaga? Xo'p. Ortiqcha vaqt va rangni standart holatini tanlamaslik natijani yaxshi tanlashni bermaydi, ya'ni aniq bir natijani ola olmaysiz. Chunki mana bu qizil rangga hammasi ham kirishi mumkin. Faqat ko'p vaqt talab qilaveradi bu. Lekin standart bir o'rtacha rangni tanlab olsangiz, bunda aniq bir kuzatish natijasini olsangiz bo'ladi. Och sariq, yashil ranglar esa bu o'sha holatiga yetmay qoladi. Bu standart holatga to'g'ri kelmay qoladi. Hammasi ham yashil yoki sariq rangni berishi mumkin. Ya'ni och sariq rangni. Shu sababli to'q sariq bu standart holat hisoblanadi. Standart nuqta. Issiq holda rangni belgilamasligimiz kerak. Deylik, mana bularni probelkalarni suv hammomidan chiqazdik. Suv hammomidan chiqazganimizdan keyin uni darajasini belgilashimiz kerak. Ya'ni moviy rang bo'lsa, uni tarkibida mavjud emas. Yashil bo'lsa juda kam, to'q sariq bo'lsa o'rtacha, qizil bo'lsa juda ham ko'p yoki och sariq bo'lsa kam deb belgilangan-ku, to'g'rimi? Mana shunday baholashimizni mana bu probelkalarni sovigan holatida baholashimiz kerak. Ya'ni issiq holatida baholab bo'lmaydi. Chunki rang beqaror bo'ladi bu holatda. Sovigandan keyin barqarorlashadi, aniq bir rangda qoladi. Shu sababli yorug' joyda, oq fonlarda baholanadi. Tushundingiz demak? Yaxshi.
E'tiborlaring uchun rahmat. Thank you for your attention.